Assalomu alaykum. Bu bizning davlat tobotimizda joylashgan 55 yildan buyon o'z faoliyatini olib borayotgan 48-maktabimiz. Hozirda barcha o'quvchilar soni 2000 tadan ko'p va barcha o'qituvchilar soni 140 tadan oshiq. Faollar zalimizda har hafta turli tuman tadbirlar o'tkaziladi va barchamiz faol qatnashishga harakat qilamiz. Maktabimizda 75 dan ortiq sinfxonalar va bitta katta sport zali mavjud. Maktabimizdagi katta sport zalida turli xil sport musobaqalari o'tkaziladi. Bu yer maktabimiz oshxonasi. Bizning oshpaz opalarimiz oshxonani hamisha toza saqlashadi va bizni kulib kutib olishadi. Darslardan so'ng direktorimiz Baxtiyor Aliyevning tashabbuslari bilan o'qituvchilar tomonidan to'gaklar tashkil etiladi. And their lessons help us more learn but quickly. Ko'rib turganingizdek sinflar zamonaviy jihozlangan, bemalol mazza qilib ta'lim olsangiz bo'ladi. Bizning o'qituvchilarimiz oliy toifali va juda mehribon. Eng asosiysi ular darsni juda zo'r o'tishadi va biz ularni osongina tushunamiz. Biz har xil partada o'tirsak-da, lekin taraqqiyot bizni bir orzuda birlashtiradi.